Narchin akkauntdan zo'r qoldi. Alo. Ha, bu orujani ham ochilmagan ekan, ochib qo'yish kerak lekin 121 ta oruja va 122-sini hali ochilmagan ekan va do'stlar 121 ta orujani hammasi full. Hammasi full. Full mas orujani o'zi ochilmagan bitta oruja qolibdi, ham ochib qo'yamiz. Boshqa videoda bo'ladi u. Kelgan dachalarni ham ochib o'pingiz qilamiz hali. O'shanda o'sha bilan birgalikda buni ham 1-2 kundan keyin videolar chiqadi. Do'stlar, shuning uchun like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Akkauntni endi bundan keyin menimcha ko'p videolarni men o'zim yuklab turaman. Bu kanalga ham o'pingiz taqilib. Ladno Blaster bormi? Qara. O'rtada skipper kim? Yo'q olgan. Manda bor bu yaqinda qaytmadimi adashmasam bu yo'q. Qaytganda ochadi bu qaytmadi narsa. Ikkita oruje yo'q ekan. Bitta mashi yo'q ekan, xullas. Mana Redki skarel bor, redki pasta. Nima? Yana Bu bo'lganda? Ladno Blaster degani bor. Yo'q. Bu yoki yanida. Ana shu. Ha, bo'lgan redki. Bu haqiqatan ham Rev yaxshiroq bor ekanmi? Hammasi bor. TUP yo'q ekan xolos. Yana nima qoldi ko'rsatmayapmiz. Ha, anaqalarni ko'rsataylik. Nimani? Ha, bu yerda. Titullari. Ha, bu yerda ko'rsating, keyin erib ko'rsatsangiz bo'ladi. Ha, eriblarni ko'rsatishimiz kerak. Hali o do'stlar, hali ko'p narsa ko'rsatganimiz aytgancha, dastinada boshqasi. Ana, top 10 19 sezon bo'lgan ekan. Sezon 19-sezonda top 10 RP bo'lgan ekan. RPdan, RPda. Lekin bilmadim RPda. Yog'i o'zi chali narsalarni, mana ramkalarni ko'rib qo'yinglar. Ramkalar kimlargadir qiziq bo'ladi, baribir ramkalarni ko'rsanglar bo'ladi. 14-11-sezon zavalari bor ekan. Gidora ramkalar bor ekan. Redki. Godzilla Gidora. Va do'stlar, endi sizlarga RPning nechta sezon olinganini ko'rsatsak. RPlar 2-sezon 70 qilingan. O'sha 2-sezon 70 gacha bo'lgan, ha? Da, 2-sezon 70 gacha bo'lgan, o'sha 100 gacha bo'lmagan. 2-sezondan boshlab ketdi, mana 3-sezondan boshlab hammasi full olingan ekan, hammasi 100 qilingan ekan. Orada keyin 50 ga o'tgandan keyin 50 ketganda yaqinda mana yana 100 ga o'tdi-yu. Xullas, yana nima qoldi ko'rsatganimiz? Mashina. Populyarimiz topda turadi. Populyarimiz mashinani ko'rsatdik. Populyarimiz topda turadi va top adashmasam 10-o'rinda ekan. Populyarimiz bo'yicha top 10-o'rinda. 1,5 milliard populyarimiz bilan-da. Yana nimanidir ko'rsatmagan bo'lsa agar xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvda xafa bo'lmaysizlar. Hozir biz bu akkauntni open case qilamiz va prank qilamiz do'stlar. Prank sog'ingansizlar bilaman. Mana akkaunt, mana YouTube kanalimga qo'yiladi. O'tib mana qanaqa YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Let's go. Xullas, video ham sizlarga yoqdi, like bosish, kanalga obuna bo'lishingizni unutmasin. Mana kanalimga video